Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Sergeli 8 shundoq kardinkani orqasidagi dom. Uyimizni 5-etaj, 93 kvadrat metr, 85 ming dollar. Liftlari yangi ekan, zamonaviy. Kamera naблюдениялari. Четкий lift. 5-etaj. Mana uy ichiga kirib oldik. Kirishimizda mana shunaqa koridor keng. Chap tarafdan birinchi xona boshlanadi. Birinchi xonasi mana spalni. Koridordan chiqib ketib keyingi eshik hojatxona, alohida vannadan. Hojatxonadan keyin oshxonaga o'tilar ekan. Oshxonasi ham keng. Gazli balkonga ko'chgan. Balkoni keng mana. O'tiradigan joylar qilgan bo'ladi. Mana oshxonam bu tarafdan ko'rinishi. Mana oshxonadan chiqib chap qo'lda yana bitta xona, razdelniy hammasi. Zal. Zalimiz ham bu tarafdan ko'rinishi. Kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, tashab qo'yasizlar. Uyimizda bez remont. Zaldan chiqqandan keyin bu yoqda vannasi alohida. Va 3-xonamiz mana. Mana 3-xonadan chiqsak, keyingi eshik 4-xonaning eshigi. Deytski xona. Deytski xonani bu tarafdan ko'rinishi. Sotiladigan uylar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar profilli raqamga.